Siz bilmasligingiz mumkin bo'lgan Minecraftdagi ajoyib faktlar. Barchamiz tuyalar turli xil zombi yoki shu kabi narsalardan bizni himoya qila olishini bilamiz, lekin siz bilarmidingiz, tuyadan tashqari Striderga minish ham sizni zombilardan himoya qila oladi, ammo faqatgina mayda va kichik zombilardan. Ko'pchiligingiz bilsangiz kerak, siz zaryadli creeper yordamida uni uyg'otsangiz zombining boshini olishingiz mumkin. Ammo kamchilik biladiki, buni hatto siz qora skelet yordamida ham qilishingiz mumkin. Uning boshi esa 100% ehtimol bilan tushadi. Shuning uchun keyingi safar siz vizirni yaratmoqchi bo'lganingizda, ularni ko'pchiligini teshikka tushirib, creeperni portlatsangiz, bu sizga anchagina tekinga tushadi. Birdaniga zarba damlamasi Minecraftdagi PvP uchun eng yaxshi damlamalardan biri hisoblanadi. Uning 2 donasi sizni o'ldirishi mumkin, lekin undan ham yaxshisi bu kamonda otilgan uning o'qi hisoblanadi. Agarda siz uni kamonda otsangiz, u juda ham arzonga tushadi. Hamda siz 2 dona o'q bilan hattoki kamonni to'liq quvvatlamasdan birovni o'ldirishingiz mumkin. Hatto u to'liq nezret kiyimda bo'lsa ham buning farqi yo'q. Qanday qilib ushbu solid yonboshga qarab ketayotgan bo'lishi mumkin? Ha, bu juda ham chiroyli ko'rinadigan ajoyib illyuziya, lekin buni qurish juda ham oson. Siz shunchaki yerga bir necha blok qazib, u yerga suv quyib qo'yishingiz kerak. Shunda suvning oqama suvi uni yo'nalishini biroz bo'lsa ham o'zgartirib yuboradi. Siz ajoyib dekoratsiyalarni yaratishingiz mumkin bu yordamida. Barchamiz gaz yoki briz kabi moblarni, o'qlarni biz qo'limiz yordamida qaytarishimiz mumkinligini juda ham yaxshi bilishadi. Lekin faqatgina juda kam sonli Bedrock o'yinchilari siz lamaning tuprugini ham qaytarishingiz mumkinligini bilishadi. Bu Bedrockning eksklyuziv funksiyasi. Ha, lekin bu umuman fizikaga mos kelmaydigan holat. Minecraftda suyak kukuni yordamida siz gullarni cheksiz ravishda ko'paytirishingiz mumkin. Siz shunchaki suyak kukunini olib gullarni ustiga bosishingiz kerak, hamda u cheksiz duplikat bo'lib ketadi. Bu barcha gul turi bilan ishlashini hisobga olsak, siz kichik mini ferma qilib qo'yishingiz mumkin. Shunchaki bu yerga dispenserni qo'ying hamda ichiga suyak kukunini soling. Keyin richakni qo'yib qo'ysangiz yoki biron bir avtomat redstone qilsangiz, u o'zi gulni duplikat qilib ketadi hamda sizda gul fermasi tayyor. Agarda siz mayoqqa biron xil rangdagi shishani qo'ysangiz, uning rangi birdaniga o'zgaradi. Siz turli xil shishalarni qo'yib, har xil rangdagi mayoqlarni yasashingiz mumkin. Har bitta shisha turli xil yangicha rangni hosil qiladi. Agarda siz barcha shishalarning kombinatsiyalarini qilib ko'rsangiz, 12,326,391 ta o'ziga xos bo'lgan mayoqni yaratishingiz mumkin. Do'stlar, men sizlarga Minehype nomli kanalni tavsiya beraman. Ushbu kanalda bir-biridan qiziqarli bo'lgan Minecraft videolarini topishingiz mumkin. Albatta, kommentariyadagi silkaga o'ting hamda daring dildan salom deb yuborishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ying albatta. Endda yurganingizda sizning eng katta dushmanlaringizdan biri bu albatta shulkerlar bo'ladi. Ular sizga havo o'qlari yordamida turli zarbalar berib, sizni havoga uchirib yuborishi mumkin. To'g'ri, siz bu vaziyatda suvli clutch qilishingiz mumkin, lekin chelakni vaqtida qo'ya olmasangiz, siz o'lib qolishingiz xavfi yuqori. Buni eng oson yo'li esa siz biroz xorus mevasini yig'ib olishingiz kerak. Shunda ular sizga zarba berganidan keyin qulab tushishingizga bir necha soniya qolganda siz shunchaki uni yeyishingiz kerak hamda siz birdaniga yerdan paydo bo'lasiz. Bu sizni xavfsizligingizni 100% ta'minlaydi. Siz dengiz bodringini suvni ichiga qo'ya olasiz. Har bitta qo'yganingizda uning yorug'lik nuri ko'tarilib boraveradi. Agarda siz 4 ta qo'ysangiz, u maksimalga yetadi. Hattoki u fakeldan ham yorug'roq nur tarata oladigan darajaga yetib boradi. Nezrit kiyim Minecraftdagi eng kuchli bronya turi hisoblanadi. U sizni deyarli hamma narsadan himoya qila oladigan darajada kuchli. Ammo shunchalik qattiq materialdan shunchaki olchaning tikani sizning teringizga o'tib sizni jarohatlay oladi. Bu nafaqat olcha, balki kaktus bilan ham shunday. Shunchalik darajada kuchli bronya kaktusning tikanidan jarohat oladi. Nezerda oltin rudasini hech qachon oddiy kirka yordamida qazimang. Agar bunday qilsangiz, sizga oltinni emas, uning donachalarni beradi hamda sizga verstak kerak bo'ladi, uni to'liq oltinga aylantirib olish uchun. Lekin agarda siz kirkangizga silk touch ipakdek tegish sehrini qo'shsangiz, bu narsa butunlay o'zgaradi hamda siz endi oltinni emas, uning rudasini olasiz. Agarda uni pechkada pishirsangiz, sizga tayyor quyma bo'lib beradi. Men suv ostida bemalol nafas olyapman. Buning sababi suv ostidagi dengiz yuragini mana shunday konstruksiya qilib o'rnatsangiz, u sizga suv ostida cheksiz nafas olish imkonini beradi. Lekin ushbu mayoqning yana bir sirli funksiyasi bor. Mayoq atrofida bo'lgan har qanday dushman jonzotlarning joni sekin astalik bilan keta boshlaydi. U o'zining yonida turgan barcha suv mavjudotlarini, yovuzliklarni o'ldiradi. Hamda bu sizga survival qilishda juda ham katta yordam berishi mumkin. Minecraftda moblar ba'zi damlamalar bilan reaksiyaga kirishadi. Masalan, qorbolani siz nezerda spam qilsangiz, u shu zahotiyoq o'ladi. Lekin agarda siz uni spam qilganingizdan so'ng unga olovga qarshilik damlamasini otsangiz, u o'sha yerda tirik qolishi mumkin. Yoki bo'lmasa, Minecraftda baliqlar shunchaki o'lib ketishi mumkin agar suv bo'lmasa. Lekin agarda siz ularga suvda nafas olish damlamasini bersangiz, qandaydir mo'jiza bilan ular havodan nafas olishni boshlashadi.
Siz Java Edition'da Endermanlarni shunchaki qayoqqa o'tkazib qimirlatmasligingiz mumkin, ammo Bedrock Edition'da ular baribir qochib ketishi mumkin. Java Edition'da Endermanga qarab tursangiz, u joydan qimirlamay qoladi, ko'ziga qarasangiz, hamda sizga hujum qilmaydi. Bedrock Edition'da buni sinab ko'rishning iloji yo'q, u baribir fikringizga tupurgan. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta meni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Biz 5000 ta obunachiga yaqinlashib qoldik. Agar siz shunday videolar chiqishini istasangiz, videoga like bosib, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qo'ying. Xayr.